Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlarga bankali hijomani bir kunlik muolajasini ko'rsatib o'tamiz. Savolinglar bo'lsa kommentariyaga yozib ketinglar, like bosishni unutmanglar. Biz boshladik. Birinchi navbatda belni yaxshilab qizdirib olamiz. Bu qon aylanishini yaxshilanishi uchun qilinadi va bankali hijoma qilganingizda yaxshi qon berishi uchun. Ketdik. Birinchi navbatda pechatkani kiyib olamiz. Biz zaytundan foydalanamiz. Birinchi navbatda yaxshilab qo'limizda yog'larni sidirib olamiz. Ya'ni singdirib olamiz ichiga. Keyin apparatga o'tamiz. Endi apparatga o'tdik. Yaxshilab qizdirib olamiz. Apparat to'g'rilib oling. Apparat apparatni ham bir 10 daqiqa yaxshilab qo'yamiz. Masajni apparatni ham yakunladik. Ko'rishingiz mumkin, qizarib yotibdi. Endi bemalol bankali hijomani boshlaymiz. Har bir etapda yangi pechatka, annarazviy, ya'ni bir martalik. YouTube orqali sizlarga ko'p hijoma to'g'risida ma'lumotlar berganman. Mana nimalar annarazviy bo'lishi kerak, ya'ni nimalar bir martalik ishlatilishi kerak bo'lgan narsalarni tushuntirganman. Shuning ichida bankali ko'zingiz oldida ochilishi kerak. Ko'zinglarni oldingizda ochamiz. Standart o'zi 10 ta qo'yiladi. 10 tadan ko'pi ham ko'p qo'ysa bo'ladi, lekin kami hozirgi kunda kamlik qilib qolishi mumkin. Holatga qarab, kasallik turiga qarab, odamni arizasiga qarab, ya'ni holatiga qarab qo'yilaveradi. Bular patsientimiz profilaktik uchun o'zlarini prosta yengil his qilishlari uchun, hijoma o'tganliklari uchun standart tochkalarga qo'yib berdim. Birinchisi bo'yinga, yelkaligi, jigar, yurak, prostata, o'pka, jigar shunaqa qismlariga qo'yib berdim. Eng asosiysi qonni yaxshi aylanish uchun. Qarab turamiz. Nimaga birinchi qo'yib olinadi? Ozgina turadi. 5 daqiqa turgandan keyin kesilishi kerak. Bu bankani qo'yib qo'yganimizdan keyin bu xuddi falaj bo'lib qoladi. Kesilgandan keyin ham og'riq his qilmaslik uchun. Shunday ham bundoq qo'yib turib kesib yuborib, keyin bankani qilib qo'ysa ham bo'ladi. Unda og'riq kuchliroq bo'lganligi uchun birinchi yaxshilab bankani qo'yib chiqamiz. Falajni yaxshilab falaj bo'lguncha o'zi ko'karib qoladi, bilsanglar. Ko'pchilik shamollash deydi, ko'pchilik boshqa narsa deydi, lekin asosiy maqsad bu bankali hijomada falaj qilib olish kerak. Keyin kesganda bilinmaslik uchun. Xo'p, endi kesishga o'tamiz. Xo'p, 5 daqiqa bo'ldi. Endi bankalarni olib turib kesib olamiz. Endi hamma har xil kesadi. Bir xilla 5 ta bu yoqqa olib turib, 5 ta bu yoqdan kesadi, 5 tasini bu yoqdan kesadi. Endi biz oddiy usuldan foydalanamiz. Sekin-sekin YouTube orqali bizani kuzatishda davom etinglar. Hijomani yangi qiyin texnikalari yoki sirlarini ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Xo'p, mana lezvani ham yangi ochamiz. Обязательно spirt sepishimiz kerak. O'zi toza bo'ladi, lekin baribir yana spirt sepib olamiz. Boshladik. Bismillohni aytasiz, bilgan surangiz yoki oyatul kursini o'qib qo'yasiz. Bismillohni aytsangiz ham kifoya bo'ladi. Boshladik. Katta kesmaymiz.
Yaxshimisiz? Ichingizda o'qib yoturing. Hijoma sunnat amal bo'lganligi uchun tahoratda bemor ham, patsient ham bo'lgani afzal. Kesib bo'ldik, endi bankalarni tortib chiqamiz. Qon chiqishini qarang, qonni 5 tasini kesib bo'ldim. Men shunaqa kesish afzal bilaman. 5 ta kesib olib, 5 tasini keyin kesishga. Endi 5 tasini bu yoqqa qo'yib olib, og'riq bo'lyaptimi yoki qituvmi? Qituv bo'ladi. Endi hamma har xil kesgani hisobiga bir xilida og'riq bo'ladi, bir xilida qituv bo'ladi, bir xilida chustiyat balandroq, hissiyot balandroq bo'lganligi uchun shunaqa. Lekin chidasa bo'ladi. Keyingi rohat uchun o'zi hijoma olib yuradigan odamlar biladi o'zi. Ozgina chidab beradi, keyin mazza qilishi ular his qilib ko'rishgan. Endi bu yoqni kesib olamiz. Endi bu yoqni bankalarini tortib chiqamiz. Hammada har xil chiqadi. Bir xilida kamroq, bir xilida ko'proq. Asosiysi kesilgan joydan bir tomchi qon chiqsa bo'ldi. Kifoya. Shuni o'zi. Bir xillarning qoni juda quyilib ketgani hisobiga bo'lishi mumkin. Juda ko'p o'tirganlar hisobiga bo'lishi mumkin. Asabdan, davleniyadan bo'lishi mumkin. Metabolizmi buzilgani hisobidan bo'lishi mumkin yoki semizlik, charchoqdan bo'lishi mumkin. Juda ko'p holatlarda har xil holatlar bo'ladi. Hijoma paytida shunda tursa ham bo'ladi, keyin hisoblashsa ham bo'ladi. Lekin menda har 5 daqiqada o'rnini bo'shatib sal qo'zg'ataman. Bundoq qo'zg'atganim hisobiga qon yanada yaxshi chiqadi. Qattiqroq tortib qo'yaman. Har bittasini. 5 daqiqa oralig'ida qilaman. O'shanda mana suraman. Keyingisida qon zo'r chiqishi uchun. Xo'p. Ko'pchilikda shunaqa savol ham bor. Bankali hijoma nimani kesganingiz hisobiga qanaqa bo'ladi? O'shanisini sal sxemasini tushuntiring deyshadi. 3 xil qon tomir bor. Arteriya, vena, kapillar qon tomirlari. Biza kapillar qon tomirini kesib olish natijasida hijoma qilinadi. Kapillarni kesib tashladi. Kapillar eng oxirgi tochka bo'lganligi uchun qon o'sha yerga kapillarga borib, oxirida taqaladi. O'sha turadi. Harakatsiz bo'lib turganning hisobiga o'shani kesamiz va natijada o'sha chiqadi va venadan sekin yana kapillarga keladi. Natijada qon aylanishi yaxshilanib, metabolizm bo'ladi. Uyqusizlik, charchoq, holsizliklar ketadi. O'shandan keyin ko'pchilikdan eshitgansizlar, bankali hijoma olgandan keyin holatini aytib berishadi. Yengil bo'ldim, trezvi bo'ldim, maza qildim, uyqularim zo'r bo'ldi, o'zgardim, qanaqadir ishtahalarim ochilib, qanaqadir bodriyman, trezvi yuribman deyshadi. Chunki qon yaxshi aylanib, o'sha harakatsiz bo'lib turgan qonlar chiqib ketgani natijasida odam o'zgarish his qiladi. Bunda ham shunaqa holatlar yuz beradi. Endi ikkinchisi qonni yana aylantirib chiqamiz. 5 daqiqa oralig'i yaxshi. Bankali hijomani bir xilla yarim soat 40 minutlab cho'zib tashlashadi. Natijadachi qon o'zi ketgani hisobiga bosh aylanadi. Shuning uchun iloji boricha 20 daqiqadan orttirmagan ma'qul. 20 daqiqada tez tugatib hijomani tugatgan yaxshiroq. Hijomani tugatdik, endi yaxshilab tozalab olamiz. Hammada har xil qon chiqadi. Bir xilida menda nega kam, menda nimaga ko'p, nimaga menda quyuq degan savollarni ko'pchilik berishadi. Inson organizmi har xil bo'ladi. Sizda quyuq bo'lsa, u qonga bog'liq emas chiqishi. Inson tanasini
inson tanasi qon berishiga ham bog'liq. Masalan, qon quyuq bo'lishining sabablari juda ko'p. Men 3 tasini sanab o'taman sizlarga. Birinchisi O'zbekiston sharoitida ovqatlanish, ikkinchisi asab, uchinchisi havo deb aytaman. Uchalasi ham qon quyuq bo'lishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun umuman o'ylamanglar. Agar birinchi marta ovotgan bo'lsanglar, keyingilariga ancha qoninglar suyulib qoladi. Natijada qoninglarning yaxshilanadi. Hop, peroksidin vodorodni sepib olamiz yaxshilab. Qonlarni to'xtashiga yaxshi omil bo'ladi. Qizyaptimi? Endi tozalab olamiz. Hozir qanaqa qon bo'lib turadi-yu, top-toza bo'ladi endi. Muhimi bu yerda tozalik. Tozalikka rioya qilsanglar, qolgani hammasi zo'r bo'ladi. Ko'pchilikdan keladigan yana savollardan bittasi bu bankali hijomni olib bo'lganimdan keyin nimalar mumkin, nimalar mumkin emas. Xo'p, bankali hijomni olib bo'lganingizdan keyin birinchi navbatda bugun cho'milish mumkin emas. Bugun faqat, ertaga bemalol. Gazli suv ichish mumkin emas, asabiylashish mumkin emas. Qavuslarni ichiga olib bugun qo'shilish ham mumkin emas. O'shanda bugunchalik, ertaga hammasi mumkin. Agar shu qonun qoidalarga amal qilsanglar, ko'ngil aynish yoki bosh og'rig'i bo'lib qolmaydi yoki holsizlik bo'lib qolmaydi. O'shanda o'zingizlarni shu qoidalariga amal qilgan holatda hijom olgan bo'lasizlar. Endi navbat zaytun. O'sha kesilgan joylariga ozgina zaytun qilib chiqamiz. Zaytun yog'ida. Bu qonni to'xtatishiga sabab bo'ladi. Ozgina turadi. Keyin tozalab olamiz. Xo'p, bankali hijomani ham tugatib oldik. Endi yaxshilab salfetkani qo'yib qo'yamiz, keyin kiyimlarni kiyib olishlari mumkin. Azizlar, bankali hijomimiz juda oddiy, juda tez tugaydi, juda samarasi kuchli, foydali, xavfsiz. Eng avvalo, agar sizda ham shunaqa holatlar bo'lgan bo'lsa, kasalliklar yoki o'zingizlarda holsizlik, yuqorida aytib o'tilgan holsizlik, charchoq, qanaqadir o'zingizda qoniqish hosil qilmayotgan bo'lsangiz, bemalol bankali hijomni olishinglarni tavsiya qilaman. Doktor Muxtorov klinikamizda malakali mutaxassislar ishlaydi. Bankali hijomani ipidan ignasigacha biladigan o'ziga ishonchli mutaxassislarimiz bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Bankali hijomani afzalliklari shunaqa ko'pki, juda ko'p kitoblarda keltirilgan. Sizlarni ham hayotingizda bir marta bo'lsa ham bankali hijomani olishinglarni tavsiya qilib qolaman. Bankali hijomani shunaqa afzalliklari borki, keladigan kasalliklarga juda foyda. Masalan, hozir bo'lib turgan kasalliklar uchun emas, kelajakda bo'ladigan kasalliklaringizni oldini olishga ham juda foydali bo'ladi. Shaxsan o'zimda juda ko'p marta hijom olib yurganman, o'zimda sinab ko'rganman, juda ko'p otзывlarni eshitganman, ko'rganman bankali hijomi to'g'risida. Agar sizlarga ham shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol Doktor Muxtorov klinikasiga murojaat qilishingiz mumkin. Har kuni 9 dan 9 gacha sizlarning xizmatinglardamiz. Ayollar uchun ayol mutaxassislarimiz mavjud. Xo'p, nomerlarimiz pastda yozib qoldiramiz. Manzil Toshkent shahar Uchtepa tumani Uchtepa prokuratura pasportniy stol ko'chasi joylashgan. Telegram orqali bizga yozib yuborsanglar, biz lokatsiya tashlab beramiz. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar.
kommentariyaga o'zinglarni qiziqtirgan savolinglarni yozib qoldirishinglar mumkin. Shaxsan o'zim javob berishga harakat qilaman. Sog'lig'inglar uchun befarq bo'lmanglar, sog' va salomat bo'linglar. Sizlarning xizmatinglardamiz. Sog' bo'linglar.